Telegram ijtimoiy tarmog'ida Abdulla Oripov va dori bozori raqobatsiz kelajak sari qadammi sarlavhasi ostida tarqalayotgan postga o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Ushbu maqolada keltirilgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi faktlarni asossiz ekanligini keltirib o'taman. GPP amaliyoti yaxshi dorixona amaliyoti, ya'ni dorixonadagi dorilarning saqlanishi, ularni sotilish tartibi, undan tashqari ularni amaliyot, ya'ni realizatsiya qilishdagi bo'lgan tizimli harakatlarni tizimlashtirish, u yerdagi korrupsion sxemalarni oldini olish, undan tashqari qora bozordan, ya'ni qo'ldan dori olib, uni apteka orqali realizatsiya qilishni tartibga solish va cheklashdan iborat. Lekin bu aslo monopoliyani yaratish degan siyosiy urg'u berishga yoki siyosiy siyoh berishga aslo xizmat qilmasligi kerak deb hisoblayman. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Abdulla Oripov va dori bozori raqobatsiz kelajak sari qadammi sarlavhasi ostida tarqalayotgan postga o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Ushbu maqolada keltirilgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi faktlarni asossiz ekanligini keltirib o'taman. Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududidagi joylashgan barcha dori vositalarini oldi sotisi bilan shug'ullanadigan muassasalarda GPP global normativa ishga kiritilyapti, ya'ni amaliyotga tatbiq etilyapti. Bu o'zi nima degan savolga shunday qisqacha javob bergan bo'lardik. Bu yaxshi dorixona amaliyoti, ya'ni dorixonadagi dorilarning saqlanishi, ularni sotilish tartibi, undan tashqari ularni amaliyot, ya'ni realizatsiya qilishdagi bo'lgan tizimli harakatlarni tizimlashtirish, u yerdagi korrupsion sxemalarni oldini olish, undan tashqari qora bozordan, ya'ni qo'ldan dori olib, uni apteka orqali realizatsiya qilishni tartibga solish va cheklashdan iborat. GPP amaliyoti jahon iqtisodiyotida juda katta ahamiyatga ega, ayniqsa farmatsevtika va apteka biznesida. Chunki rivojlangan davlatlarda bu amaliyot GPP ishlab kelmoqda, rivojlanayotgan davlatlarda esa bu hozircha tatbiq qilinyapti. Qo'shni davlat Qozog'istonda GPP 2016-17 yildan beri o'sha amaliyot tatbiq qilingan va hozirgi kunda ishlab kelmoqda. GPP amaliyoti kadrlarning faoliyatini muqobillashtirish, ularni bajarayotgan ishlarini sifatli amalga oshirish va bizdagi O'zbekiston hududida u bilasizki juda ham tatbiq bo'lgan, doktorga emas, aptekaga to'g'ridan to'g'ri borilib, retseptlarda o'zboshimchalik bilan shu farmatsevtlarimiz, provizorlarimiz yozib berilishini tartibga solish, ulardagi qilinayotgan xatoliklarni oldini olishga qaratilgan amaliyot deb hisoblayman. Avtor keltirayotgan videoda ham juda ko'p apteka biznesida ishlaydigan tadbirkorlar GPPni rivojlanishiga, GPPni amaliyotini tatbiq qilinishiga o'zini qarshi munosabatini bildirayotgani yo'q. Ya'ni ularni ko'proq bezovta qilayotgan masala bu to'lov masalalari. 1 yilga yoki 5 yil davomida ma'lum bir pul mablag'larini to'lanishi ko'proq bezovta qilyapti. Holbuki bu masala hozirgi kunda rahbariyat tomonidan meni fikrimcha qaytadan o'rganib chiqiladi, lekin bu aslo monopoliyani yaratish degan siyosiy urg'u berishga yoki siyosiy siyoh berishga aslo xizmat qilmasligi kerak deb hisoblayman. Sog'liqni saqlash vazirligining 2024-yildagi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 72% dan ortiq kichkina dorixonalarda GPP, ya'ni yaxshi dorixona amaliyoti yo'lga qo'yilmaganligi aniqlangan. Bu nima degani? Ya'ni ularning transportirovkasi, dori vositalarining transportirovkasi, ularning saqlanishi, ularning realizatsiya qilinishi qaysidir miqdorda buzilgan. Iqtisodiyot vazirligining 2024-yildagi tahliliga ko'ra, O'zbekiston Respublikasidagi barcha dori vositalarini 50 dan ortiq juda ham kerakli deb hisoblanadigan kategoriyaga taalluqli dori vositalarini o'rtacha 11% ga arzonlashishiga asosiy sabab dorixonalarni tizimli ishlashi. Bularni o'sha qayta yana aytib o'tishimiz joizki, katta yirik dorixonalar tizimini yaxshi ishlashi natijasida
ko'pgina kerakli dori vositalarini narxlari tan narxi pasayganligini ko'rsatadi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi hududida kerakli dori vositalarini mahalliylashtirish, ya'ni ularni ishlab chiqishi, realizatsiya qilinishi, ularning ustida klinik tahlillar o'tkazilishi juda ham muhimligi va bu orqali tizimli ishlanishi va GPPni rivojlantirish orqali bu sohalarni oqsab turgan hozirgi kundagi dori vositalarini ishlab chiqarish sohasini yana ham rivojlantirishga ko'mak beradi deb hisoblanishi joiz deb o'ylayman. Yana bir qiziqarli tomoni shundaki, hozirgi kunda raqamlashtirish, ya'ni tibbiyot islohotlaridagi raqamlashtirishni agar inobatga oladigan bo'lsak, har bitta dori vositasini bilvosita bemor tomonidan olinishini nazorat qilish, ya'ni shifokordan bemorga faqatgina elektron retsept orqali dorini sotish yo'lga qo'yilmoqda. Bularni amalga oshirish uchun, bu islohotlarni amalga oshirish uchun albatta hozirgi kunda GPP tizimi bizga juda ham muhim. Faqatgina monopolizatsiya qilish tarafini o'ylab ko'rishdan oldin bu jihatlarni ham o'ylash menimcha o'rinli deb hisoblayman. Yuqoridagi so'zlarimizni isboti sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim. 2017-yil holatiga O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan dori vositalarining o'rtacha ulushi 22% ni tashkil qilgan va ushbu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 46% ni tashkil qilgan. Ya'ni o'sish tempini agar oladigan bo'lsak, bu 24% ga ko'proq. Bu degani GPP tizimini tatbiq qilishning natijasida O'zbekiston Respublikasida mahalliy firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari soni ko'paygan, ularni o'zimiz klinik tekshiruvlardan o'tkazganmiz va ushbu dorilar o'zimizning bozorimizga kirib kelgan. Bundan tashqari ushbu dorilarni eksporti boshlangan, qo'shni davlatlarga yoki xorijiy boshqa davlatlarga eksport qilinishi boshlangan. O'zbekiston Respublikasining hududida joylashgan dorilar tarmoqlaridan agar oladigan bo'lsak, ularning o'rtacha bozordagi ulushi hozirgi kunga 27% ni tashkil qiladi. Bilamizki, 35% dan yuqori bo'lgan holatdagina biz monopoliya haqida gapirishimiz mumkin. Yana bir muhim jihat, bozor konsentratsiyasini, ya'ni indeks Herfindahl-Hirschman bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 2024-yil holatiga 1580-punktni egallab turibdi. Bu bozorni mo'tadil raqobat muhitida turganligini ko'rsatadi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, hammamiz esimizda bor, o'sha Dogber Max hodisasi bo'yicha qanday mudhish ayanchli voqealar vujudga keldi. O'sha vaqtlarni agar eslaydigan bo'lsak, aynan dori mahsulotlarini O'zbekiston hududida realizatsiya qilinishi, raqamlashtirilishi zarurligini ko'rsatdi va u yerda tizim yaxshi ishlamayotganligini ko'rsatdi va bu hozirgi qilinayotgan islohotlar, hozirgi kiritilayotgan amaliyotlar, xususan GPP tizimlari bu O'zbekiston Respublikasidagi dori vositalarini realizatsiya qilish, ularni oldi sotdi amaliyotlarini bajarilishini yaxlit tizimga aylantirilishiga qaratilgan. Bu davlat siyosati va bu strategik ahamiyatga ega bo'lganligini anglash zarur deb o'ylayman. Bunga hech qanday bir siyosiy urg'u va siyoh berilmasligi kerak.